Ajoyib bosh aylantiradigan savol beraman. Mantiqiy savol. Qani ko'ramiz. Yechimini kim topadi? Savol, diqqat qiling. Sud mahkamada ayblanuvchiga aytayaptiki, agar yolg'on gapirsang qamayman, rost gapirsang qamamayman dedi. Ayblanuvchi qama dedi. Sudya nima qiladi? Ikkita ehtimol. Yo qamaydi, yo qamamaydi, to'g'rimi? Xo'p. Qamasa. U gapi rost bo'lganligi uchun qamagan bo'ladi. Vaholanki sudya rost gapirsang qamamayman degan deb qo'ygan. Endi qamamasa haligi odam yolg'on gapirayotgan bo'ladi, ayblanuvchi. Yolg'on gapirganni qamamayotgan bo'ladi. Sudya mana shu paradoksdan qanday chiqib ketadi?